Salom, sizlar bilan Boburbek Dilesek kanali. Bugun sizlar bilan o'sha o'yinchimizni full qilamiz. Qani. Hozirda biz anchagina kuchaytirgich qilib qo'yganmiz. 41 ta fitness, keyin bu darajadan ham 23 ta bemalol full chiqadi. Avval oddiy o'yinchilarni sotamiz. Boshqa qilmadim. Tabii. Bunu sotilganlar, qolganlar darvozabonlar. Keyin boshladik. Yaxshi. Farq yo'q, oldidan ham hammasini 100 qilsak ham bo'ladi. Agar mabodo kuchaytirgichlar yetmay qolsa, biroz olmasam bu. 90 chiqdi. Yaxshi, 91. Bu ham 90 bo'ladi. Ikki qo'shilib. Yaxshi ketyapti hozircha. Va to'p nazorat qilishi ham yaxshi. Lekin pastga ham qo'shish kerak. Shot deganday zarba, pas. Bular ham kerak. Asosan hujumga o'ynaydi, shuning uchun shoti, to'p nazorat qilishlari yaxshi bo'lishi kerak. Yaxshi, tezlik. To'p nazorat qilish. Settori. Yaxshi, chidamlilik. Kuch darajasidan 92 bo'ldi va 82, 83. To'p nazorat qilish yaxshi ketyapti. Va 89 tezligi. Tezligi ham yomon emas. Va 90. Yaxshi natija. Va 80 bo'ldi to'p nazorat qilishi. Yaxshi. 85. 93 bo'lyapti. Chidam kuchi. Seksen 86. Va internet biroz ishlamadi va tezligi 91. Kuchaytirgichlar yetmaydiganga o'xshayapti. Iloji boricha harakat qilamiz yetkazishga. Va 96 yaxshi. Bu 12 ta kuchaytirgichga kamida 2 ta 100 chiqishi mumkin. Oldidan. Yaxshi, 88 bo'ldi. To'p nazorat qilishi. Va keyingi kuchaytirgich. Yani to'p nazorat qilishga 89 bo'ldi, yaxshi. Iloj boricha shotini ham 100 qilish kerak, chunki zarba hujumchilarga kerak bo'ladi. Xo'p. Tezlik
Yaxshi. Va yaxshi, hammasi 90 plus bo'ldi. Va yana 92 bo'ladi. Tezlik bilan to'p nazorat qilishi yaxshi. Tezlik tezlanish. Va yana tezlik. Va 94 bo'ldi kuchi. Va 95. Va chidamlilik 97 va so'nggisi bulardan 10 ta bosib ko'raylikchi. Yaxshi shotiga tushdi. Tapga tushmasa bo'ldi edi. Kontrol yaxshi. Shot 90 bo'ldi. Kontrol 83 bo'ldi, yaxshi. Bitta tapga tushib qoldi. Yaxshi kontrol 84. Shotidan hech bo'lmasa bir 82 la chiqarib olish kerak. Yo'q, kontrolga tushyapti va shot. Hozircha bu kuchaytirishni to'xtatib, mana bu ko'k kuchaytirgichdan bitta bosamiz. Va hozircha yaxshi, lekin oddiy o'yinchilar kelganmi transferga? Yo'q, oddiy o'yinchilar. Tamam, bosib ko'ramiz. Yo'q. Xo'p, nima qilamiz? Yetmish beshtalikda bosamizmi? Mayli, bitta bosaylik. Yaxshi. Lekin endi pasni kuchaytiramiz. Boshqa yo'l yo'q. Lekin bu videoga to'liq full qilmayman. Hozir yana 2 marta berib bo'ldi, keyin chunki bu juda ajoyib full bo'lmaydi. Shuning uchun hozir bo'lib tugatam. Mayli, full qilib qo'yay. Va Geogarash full bo'ldi. Va mana juda yaxshi ham full bo'lmadi, lekin juda yomon ham full bo'lmadi. 90 plus 6 ta narsasi 90 plus. Yaxshi. Va pas berishi 78. O'yinlarga o'zini juda yaxshi ko'rsatadi mana. Va screenshot olib qo'yamiz. Va bitta Brezor berib ko'ramiz, eng kuchli anav qilish. Va 3 ta 100 bemalol chiqadi. 3 ta 100 chiqdi, bitta 99. Va yaxshi kuchaydi. Yomon deya olmaymiz. Mana juda yaxshi. Keyingi o'yinchi kim bo'lsin, yozib qoldiring. Mana tarkibimiz o'sha tarkib. Kuchaytirgich qolmadi mana umuman. To'liq bilib, xuddi bilganday anav qildik. Kuchaytirgichning hammasi ketdi. Va bitta bu
bu futbolchilarni kuchaytirib bo'lmaydi, bag'dagi futbolchilarni kuchaytiriladi. Va endi men 70-100 tangalik o'yinchilarni sotib oluvdim va sotib kuchaytirgichga qo'ydim. O'shanga endi 60 ta masalan o'yinchi oldim. U anchagina pul bo'ladi. Sariq o'yinchidan kamida 3 ta o'yinchi olsa bo'lardi. Shuning uchun video sal kech chiqyapti. Endi tez video chiqarishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Boburbek DLC kanali bo'ldi. Like, obuna bo'lishni unutmang.